Bu bugun ko'p aytilib qadrsiz bo'lib qolyapti, tushunilmaydi. Allohning roziligi uchun sevishdan ortiq baxt yo'q. Bu juda katta ne'mat, buyuk ne'mat. Bu har kimga nasib. Birovni sevsangiz ham Allohning roziligi uchun sevasiz. Qoshini, ko'zini, o'zini emas. O'sha ne'matni beradi. Alloh nasib qilsa, mana shu standartni qo'yib olsangiz bo'ladi. Birovga yordam beryapsizmi? Nima uchun yordam beryapsiz? Tahlil qiling. Meni yaxshi ko'rsin, meni maqtasin, menga 1-2 so'm pul bersin. Yo'q. Hidoyat bermaydi. Ishingizda hidoyat bermaydi. Muvaffaqiyat berishi mumkin, hidoyat bermaydi. Alloh shuni yaratgani uchun egasini hurmatiga shuni yaxshi ko'rdim, shunga yordam berdim, shunga sodiq bo'ldim deb o'shanga yordam bersangiz, ana uni hidoyati ham, muvaffaqiyati ham boshqa chandon katta bo'ladi. Ya'ni har bir ishda o'ziga standart qo'yib olasiz. Allohning roziligi uchun birovga bir yaxshilik qilasiz, o'zingiz aytasiz, aqlingiz bilan Allohning yaxshiligi uchun shunga yordam beraman deydi. U odam nonko'r chiqadi. Voy, menga xiyonat qildi, yo'q. Xafa bo'lishga haqqingiz yo'q. Nimaga? Siz uni u odamdan yaxshilik kutish uchun, sadoq uchun, boshqa uchun javob bo'lish uchun emas, Allohning roziligi uchun qildingiz. Qildingiz, unutdingiz, ketdingiz. Ko'rdingizmi? Yashashingiz ham osonlashadi. Yashash osonlashadi. Chunki siz uni o'ylamaysiz, sizga nima javob beradi, nima qo'yadi. Siz yaxshiligingizni qilib ketaverasiz. Sadoqatingizni qilasiz, xizmatini qilasiz, yaxshiligingizni qilasiz, ketaverasiz. Muhtasham adolat sohibi. Buni qayta-qayta aytaman. Muhtasham adolat sohibi bo'lgan Alloh bu hisob kitobini o'zi siz bilan qilib olaveradi. Shu dunyoni o'zidan boshlaydi yaxshilik.